Akmal aka, bel va bo'yin grejasining farqi nimada? Bel va bo'yin grejasini farqlashdan oldin avvalo umurtqa kanaliga joylashgan orqa miyani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Orqa miyani 5 ta qismi bor: bo'yin, ko'krak, bel, do'ng'aza qismlari bor. Bo'yin qismida joylashgan orqa miya umurtqa kanalini to'ldirib turadi. Uni orasida hech qanaqa yog' to'qimasi, zazor yo'q, lekin bel sohasida joylashgan orqa miyani umurtqa kanali bilan orqa miyani o'rtasida yog' to'qimasi, epiduralniy jir qoplagan bo'ladi. Shuni hisobiga ham umurtqa kanalini to'ldirib turgan katta hajmdagi greja chiqsa ham, bel sohasida nervni orqa miyani emas, to'g'ridan-to'g'ri nervlar ziqadi. Bo'yin sohasida esa kichikroq hajmdagi greja chiqsa ham, to'g'ridan-to'g'ri orqa miyani ziqadi. Shuning uchun bo'yin umurtqasi xavfliroq. Bundan tashqari, birinchi, ikkinchi bel umurtqalari sohasida orqa miya tugaydi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi umurtqalar sohasida joylashgan orqa miyani o'zi bas. Bu yerda nerv tolalari, xuddi biz anatomiyada bu narsani oddimi deb ataganmiz. Xuddi oddimiga o'xshab tolalar hammasi birlashib bitta obolochkani, bitta qobig'i hosil qiladi-da, do'ng'azagacha davom etadi. Bel va bo'yin grejasini belgilari qanday farq qiladi? Bo'yin sohasida hosil bo'lgan greja to'g'ridan-to'g'ri nerv emas, orqa miyani siqqani hisobiga ham 3 mm greja ham, 4 mm greja ham to'g'ridan-to'g'ri nervni siqqani hisobiga og'irroq. Sababi nerv qanchalik uzoq muddat greja bilan siqilib tursa, uni zararlanish ehtimoli va bo'yindan pastda joylashgan ko'krak, bel sohasida joylashgan to'g'ridan-to'g'ri orqa miyani siqqani hisobiga miyelopatiya berishi va hattoki sezgini buzilishi, harakatda buzilishi, siydik a'zolar faoliyatini buzilishigacha olib kelishi mumkin. Bel sohasida joylashgan greja esa ming katta hajmda greja chiqqani bilan, bu rasmda ko'rilganga o'xshab katta hajmda greja chiqqani bilan nerv strukturalarini yonga suradi, lekin umurtqa kanalini to'ldirib qo'ymaydi. Shuni hisobiga bu yengilroq kechadi bo'yin sohasiga nisbatan. Qaysi biri ko'proq og'riq beradi? Bel sohasiga nisbatan bo'yin sohasidagi grejalar ko'proq og'riq beradi va eng kuchli og'riq bo'yin sohasidan chiqqan greja to'g'ridan-to'g'ri nerv strukturalari ezadigan bo'lsa, qo'lga, yelkaga, hattoki barmoq uchlarigacha kuchli og'riq berishi mumkin. Lekin bu yerda zashitasi, ya'ni bo'yin sohasida mushaklar qalin joylashganligi uchun va eng ko'p harakat bo'yin sohasida zodir bo'lganligi uchun va mushaklar baquvvatligi bo'yin sohasida yaxshi bo'lganligi uchun bo'yin grejasi belga nisbatan kamroq ochadi. Bundan tashqari tushayotgan nagruzka ham bir-biridan farqlanadi. Misol uchun boshda nagruzkasi bo'yinga tushadi xolos. Lekin bel sohasida joylashgan disk ko'proq zararlanadi. Sababi bu yerda bo'yin, ko'krak, bel qismlarining yuklamasi, og'ir yuklamasi to'g'ri belga tushgan hisobiga va shu sohada zashita, ya'ni bel mushaklarining quvvati bo'yinga nisbatan kamligi hisobiga ko'proq bel sohasida chiqqan greja oyoqlarga og'riq beradi va uni zararlanishi bo'yinga nisbatan ko'proq bo'ladi. Bel va bo'yin grejasini davolashda yondashuvi qanday farq qiladi bir-biridan? Davolashda aksariyat holatlarda rezorpsiya, ya'ni grejaning so'rilishi yumshoq hajmda yangi paydo bo'lgan greja bo'yindan chiqadimi, beldan chiqadimi, ikkalasida ham bir xil. O'zi diskda ikki xil qismi bor. Diskda atrofida fibroz kalsiy, qattiq fibroz kalsiy hamda o'rtasida halades o'shigan suyuqlik bor. Bu suyuqlikda 60%ni, 70%ni suv tashkil qiladi. Qolgan 30-40%ni kallagellar, tog'aylar tashkil qiladi. Va fibroz kalsiyni orasida yirtiqlar, defektlar hosil bo'lgani hisobiga ichida bosim ostida turgan va amortizatsiya vazifasini bajaradigan halades o'shigan suyuqlik bosim ostida chiqib ketadi. Tasavvur qiling, velosipedda yoshligimizda kamera bo'lardi. Shu kamerani buqoq qo'ygan qismi bo'ladi, do'mpayib qo'ygan qismi bo'ladi. Va o'sha do'mpayib qo'ygan qismida devor yupqalashib qo'ygan hisobiga shishib qoladi. Buni protruziya deydi. Protruziyaga o'xshataman. Va ichida bosim ostida turgan havo o'sha devor yupqalashib qo'ygan qismidan porsata yorib, bir xil payt velosipedimiz teshilib qo'ygan paytlari ham bo'lgan. Xuddi shuni singari ichida suyuqlik saqlaydigan diskni orasidan yorug'dan chiqib ketib, umurtqa kanalining ichini to'ldirib qo'yadigan bo'lsa, shuni greja deydi. Va davolanishda ikki xil greja bor. Men bu narsani ko'p tayyorlayman. Yangi paydo bo'lgan greja bilan eski paydo bo'lgan grejaning osmon va yercha farqi bor. Yangi paydo bo'lgan grejada konsistensiyasi, yumshoq qattiqligi ancha yumshoq bo'lganligi uchun tezroq so'riladi.
va yillar davomida insonlar grija bilan kasallanib, grija chiqqan va organizm bu grijani so'rdirish uchun o'sha holatda qotirib, oxirgacha so'rilmasa kalsinatlashib, so'ylashib ketadi va umurtqa kanalini toraytirib qo'yishi ham mumkin. Buni ikkilamchi stenoz rivojlanishi ham mumkin. Shuning hisobiga eski grija yangi nisbatan xavfliroq, sababi umurtqa kanalini to'ldirib qo'yish ehtimoli va stenoz rivojlanish xavfi yuqori. Va yangi paydo bo'lgan grijani bo'yinda bo'ladimi, belda bo'ladimi, ko'krakda bo'ladimi, so'ldirish deyarli metodikasi bir xil. Butun dunyoda tan olgan rezorpsiya grija diska degan metodika bor. Bu metodikaning ichiga fizioterapiya muolajalari, ya'ni yuqori intensitetdagi lazer muolajasi, yuqori intensitetdagi magnit muolajasi, igloterapiya, udarno terapiya muolajalari kiradi. Bularni qo'llash natijasida yangi paydo bo'lgan disk grijasini so'rilish uchun inson organizmini immun hujayralari, ya'ni makrofaglar aynan to'g'ridan to'g'ri umurtqa kanali ichida joylashgan sohaga yuborilgan hisobiga va shu sohadagi yallig'lanishni kamaytirganligi hisobiga grijani yangi paydo bo'lganligi tezroq so'riladi. Tezroq so'rilgan hisobiga u to'qimalardan sekin kamayib so'rilib yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Xuddi shunaqangi beldagi, bo'yindagi grijalarni davolatish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi o'rinda yaxshi vertebrolog topib, o'z sohasini professional mutaxassisini topib murojaat qilish kerak. Asossiz muolajalar qilgandan mutaxassisga uchrab, yaxshi mutaxassisga uchrab, yangi paydo bo'lgan grijalarni eng kamida 2 oy davomida konservativ davolash, ya'ni fizioterapiya muolajalari, lazer, magnit muolajalarini olib, bundan tashqari medikamentoz dorilar yordamida so'rish jarayoni yaxshilashga erishish mumkin. Agar qiynalishsa, biz klinikamizda ham aynan shu usullar, fizioterapiya, kineziologiya, osteopatiya, kinezoterapiya usullari bilan bosqichma-bosqich davolashga asoslangan. Klinikamizda aynan etap-etap muolajalar ukol dorilarsiz, operatsiyalarsiz o'tkaziladi. Natijasi eng kamida birinchi kurs o'zida 50% gacha 60% ga yaxshilanadi. 3-4 etaplarda esa bemalol kasallar do-posle tomografiyalarni solishtirib, bemalol grijalar so'rilganligiga o'zlari ishonchlari komil bo'lishi mumkin. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.